siz kuyovingizni nima deb chaqirasiz? O'g'lim deyman, bolam deyman. Eng yaxshi gaplari og'zingdan qoning kelsin. Kuyovimni tug'ilgan kuniga pensiyamni yig'ib telefon sovg'a qildim. Bu telefon o'g'irlangan ekan. Rovodiga 12 kun yotdim, sal qola qamalib ketishimga. Kuyovimning boshi omon bo'lsin. Boshimdan shunday ketman bilan urdilar. 50 gigabaytlar jo'lab format bo'lib ketdi. Onam bilan xo'jayinim orasidagi munosabatni iliqligini har doim ushlab turaman. Ishonmanglar, allaydi. Kuniga 50 marta telefon qiladi. Ona unay, ona bunay, ona unay, ona bunay. Kuyovim mastavani yaxshi ko'radi. Mastava pishirib berdim. Bir qoshiq yeb, Yotib qoldim. Atravina bo'lib yotib qoldim. yiqqan terganim shulardagi pensiyamni ham shularga beraman. Qaysi kuni 7000 so'mga pranik olib kelganlar, shuni amalga oshirib chiqib aytdilar, boqimanda kuyov deb. Xo'jayinimning qarorlarini hurmat qilaman. Har doim nima desalar, xo'p bo'ladi, boshimga egib turaman. Oyim o'rgatganlar. Ishonmanglar, rol o'ynaydi bular, ishonmanglar. Bog'imizdagi meva-chevalardan bir korobka qilib yubordim o'tgan kuni. Korobka ochsam ichiga dinamit bor ekan, tit portlab ketdi. Granatam qayerga qo'ydimmi? Tugamaganmidi hali?